Mani orzularimdan biri bu beauty blogger bo'lish. Kimgadir mani makiyaj, uходовый videolarim juda ham yoqadi. Shu uchun agar aynan sizga shunaqa kontentlarim yoqsa, like bosib, подписка bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardim. В общем, bugun sizlar bilan такой легкий и влажный makiyaj qilamiz. Odatda men ton ishlatmayman, shu uchun Maybelline konsilerini ton sifatida ishlatib, hamma yuzimizdagi dog'larni yopib chiqamiz. Keyin menga oxirgi payt Charlotte Tilbury'ni konturi yoqib qoldi, shuni ishlatamiz. Birinchi kontur, keyin konsiler. Aynan mana shu Vivens saboni konsileri tartaga o'xshaydi, plotnosti bilan ham yopib tashlashi bilan. Tak, mana shu zonalarimni konsiler bilan ochartirib tashlayman. Keyin navbatda tush. Menda Vivens sabo kabaret, lekin jigar rangi juda ham zo'r, menga yoqdi. Yana o'sha Charlotte Tilbury'ni highlighteri. Highlighterga gap bo'lishi mumkin emas, aytib o'taman, bu original emas, shunga ham vasha zo'r ishlayapti. Keyin navbatda Shiglimdan rassipchitaya pudra, lekin влажный makiyajda faqatgina T zonada kamroq qilib chiqamiz. Labimga kontur Vivens sabo 104 va Kiko pomada 103. Makiyaj rostdan ham ayollarga o'ziga uverенность beradi, shu uchun men bunaqa makiyajlarni sevaman.